Kavsar surasi Makka da nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Kavsar Muhammad alayhisalomga atab yaratilgan jannatdagi bir ajib daryo yoki hovuzning nomi. Uning suvi asaldan totli, qor va sutdan oq. Undan ichgan kishi abadiy chanqoqlik ko'rmaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ey Muhammad, albatta biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas Rabbingiz uchun 5 vaqt yoki Qurbon hayiti uchun namoz o'qing va tuya so'yib qurbonlik qiling. Albatta g'animingizning o'zi barcha yaxshiliklardan mahrum